Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizga ko'rsatmoqchi bo'lgan joyimiz Qashqadaryo viloyati Qamashi tumani Qiziltepa sanatoriyasi bo'ladi. Bu sanatoriyamiz M39 yo'lining ro'parasida joylashgan. Qiziltepa sanatoriyasi ko'p yillik tajribaga ega bo'lgan va hozirgi kunda O'zbekistondagi eng yaxshi sanatoriyalardan biri bo'lgan sanatoriya bo'lib, Qiziltepa sanatoriyasida siz ham o'zingizni sog'lig'ingizni ham kayfiyatingizni davolaysiz. Bugungi kunda Qiziltepa sanatoriyasida nevrologik, urologik, ginekologik, kardiologik va yengil turdagi ichki kasalliklar davolashyapti. Qiziltepa sanatoriyasida siz uchun ko'p yillik tajribaga ega bo'lgan vrach va hamshiralar siz va sizning sog'lig'ingiz haqida qayg'urishadi. Kardiologik kasalliklardan insult va insult oldingi va keyingi reabilitatsiya jarayonlari ham Qiziltepa sanatoriyasida mavjud. Shu jumladan bosh og'rig'i, qo'l va oyoq o'vishishlari yoki grija kasalliklari bo'lsa, siz albatta Qiziltepa sanatoriyasiga murojaat qiling. Bu xonamizda bemorlarimiz elektrokardiografiya tekshiruvidan o'tishadi. Qiziltepa sanatoriyasida kelgan har bir bemorlar birinchi EKG va undan keyin UZI apparati tekshiruvidan o'tishadi. Laboratoriya xizmatlari ham mavjud. Bu laboratoriya xizmatida deyarli barcha analiz va laboratoriyalarni tekshirib, javoblarini chiqarib berishadi va bundan tashqari yangi lecheniyalardan hisoblangan manual terapiya, yumexoterapiya va koreyskiy tabobati, Koreya meditsinasi ham mavjud. Ramazon oyi munosabati bilan Qiziltepa sanatoriyasida qaynoqqina chegirma, 10% chegirma aksiyasi e'lon qilindi. Sanatoriyasining boshqa sanatoriyalardan ustun tarafi Qiziltepa sanatoriyasida ayol va erkaklar uchun отдельно alohida bo'lgan igna muolajasi bor ekan. Qiziltepa sanatoriyasida har bir ignani ustidan stimulyator va infrakrasniy lampa qo'yilar ekan. Infrakrasniy lampani qo'yishdan maqsad muskullarni va mushaklarni yumshatish bo'lar ekan. Stimulyator qo'yishdan maqsad ignani ta'sirini kuchaytirish. Bu infrakrasniy sauna ekan. Bu xona parafin muolajasi bo'ladigan xona ekan. Bu yerda har bir bemor ayol yoki erkaklarga отдельно o'zlari uchun joy va hech kim bir-birini ko'rmaydigan, bilmaydigan joy ekan. O'sha taraflama Qiziltepa sanatoriyasi menimcha yaxshi bo'lsa kerak. Bu yerda fizlecheniya muolajasi bo'lar ekan. Sanatoriyani 10 xildan ortiq fizlecheniyalari bor ekan. Bulardan elektroforez, Nogavest, E5 apparatlari, ultrazvuk, UVC va boshqalar.